To'rtko'l tumanidagi Tozabog'yob ovul fuqarolar yig'ini hududidagi Qo'shnazar paxtakor fermer xo'jaligida joriy yilgi bug'doy o'rimiga bag'ishlangan ko'rgazmali seminar bo'lib o'tdi. Ushbu tadbirda To'rtko'l tuman hokimi Ilhomboy Xudoybergenov, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari, qishloq xo'jaligi vaziri, tegishli tashkilot mas'ullari va tumandagi fermer xo'jaliklari rahbarlari ishtirok etishdi. Seminarda so'zga chiqqan mas'ullar mo'l hosil yetishtirishda olib borilayotgan amaliy choralar bilan bug'doydan yuqori xirmon yaratilishiga tilakdoshlik bildirdilar. Tadbir avvalida nuroniylar tomonidan dehqonlarimizning oldida turgan mashaqqatli va mas'uliyatli ishlarida kuch-quvvat, yurtimizda mo'l ko'lchilik tilab duoga qo'l ochildi. Seminarda o'rim yig'im mavsumida amalga oshiriladigan ishlar keng tushuntirildi. O'rim yig'imi ishlarini uyushqoqlik bilan o'tkazish maqsadida maxsus otryadlar tuzilib, ularga kerakli mashina, mexanizmlar, texnika va agregatlar biriktirildi. Shuningdek, yoqilg'i moy materiallari zaxirasi ham yaratildi.